Assalomu alaykum tinglovchilari. Bugun sizlar bilan biz matn ustida ishlash metodikasi fanidan ilk zamonaviy matnlar va madaniyatlar mavzusini o'tamiz. Reja asosida albatta o'tiladi. Birinchisi, o'zbek adabiyoti haqida uning asosiy uslublari va janrlari bo'yicha keng, chuqur va izchil bilimlarni namoyish etish, she'riyat, nasr va dramaturgiyada bir qator tarixiy davrlarni qamrab olish. Ikkinchisi, adabiyotshunoslikda turli tadqiqot usullari, mavzulari va nazariy bahslarni farqlash va baholash. Tayanch so'zlar, ilk yozuv, til, alfavit, qog'oz, kitob, qo'lyozma, bosma matn, axborot, nutq, tarix, ma'lumot, kommunikatsiya, ijtimoiy rivojlanish, san'at, ilm-fan, an'analar, texnologiya, matn turlari, madaniyatlar aro aloqalar, matn tarixi, madaniyatning ahamiyati. Biz mana shu kalit so'zlarni foydalanamiz. Xo'p, kirish qismida o'zbek adabiyoti boy madaniy meros va turli janrlarni o'z ichiga oladi. U xalqning tarixi, milliy qadriyatlari, til va madaniyatning o'ziga xos ko'zgusi hisoblanadi. Adabiyotning asosiy janrlari she'riyat, nasr va dramaturgiya bo'lib, har biri o'z uslub va mavzularga ega. Ikkinchisi, asosiy uslublar va janrlar. She'riyat. O'zbek she'riyati qadimdan mavjud bo'lib, dastlab og'zaki shaklda rivojlangan. She'rda ko'pincha milliy ruh, tabiat, sevgi, vatanparvarlik, axloqiy qadriyatlar aks etadi. Chorak asrlar davomida mashhur shoirlar Alisher Navoiy, Bobur, Abdulla Qodiriy bular ko'pgina asarlar, she'rlar yozgan. She'riyat uslubida boy, ma'noli bayonot uslublari va an'anaviy metaforalarga boy. Xo'p, nasr adabiyotida hikoya, roman, esse, maqola kabi janrlar mavjud. Nasr o'zining tushunarli va lo'nda uslubi bilan ajralib turadi. O'zbek nasri 20-asrda yangi shakllar, realizm, modernizm bilan boyidi. Mashhur namoyandalar Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Erkin Vohidovlar ko'pgina nasr ustida ishlar olib borgan. Dramaturgiya. O'zbek dramaturgiyasi teatr san'ati bilan chambarchas bog'liq. Drama va poeziyalar orqali ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy muammolar ko'tariladi. 19 va 20-asrlarda dramaturgiyada yangi yo'nalishlar paydo bo'ldi. Mashhur dramaturglar Hamza Akimzoda Niyoziy, Usmon Nosir ko'pgina ishlar olib bordi. Tarixiy davrlar, o'rta asrlar, 10-17-asrlarda adabiyot asosan she'riyat shaklida rivojlandi. Alisher Navoiy o'zbek adabiyotining eng buyuk namoyandasi. U o'z asarlarida milliy til, adabiyot asoslarini yaratdi. Jadid davri 19-asr oxiri, 20-asr boshlari madaniy islohotlar, yangi ta'lim tizimi bilan bog'liq. Adabiyotda yangi mavzular, milliy uyg'onish, ijtimoiy adolat, Cho'lpon, Fitrat kabi ijodkorlar faoliyat ko'rsatdi. Sovet davrida 20-asr o'rtalarida realistik uslub ustunlik qildi. Ijtimoiy mavzular, mehnat, vatanparvarlik ko'tarildi. Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulom kabi yozuvchilar mashhur bo'ldi. Mustaqillik davri 1991-yildan hozirgi kungacha erkinlik, milliy o'zlikni ifodalovchi asarlar ko'paydi. Yangi janrlar, eksperimentlar paydo bo'ldi. Zamonaviy adiblar va shoirlar o'z ovozini to'plamoqda. O'zbek adabiyotining asosiy janrlari yutuqlar. She'riyatda yutuqlar. Alisher Navoiy o'zbek she'riyatini yuksak cho'qqilariga olib chiqdi. Uning g'azallari, dostondagi chuqur falsafiy fikrlari milliy she'riyatning asosini tashkil etdi. Boburning she'riyatdagi tarixiy shaxs sifatida ham qadrli. Uning ruboiylari o'zbek she'riyatining rivojida muhim o'rin tutadi. 20-asrda Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf, Zulfiya kabi shoirlar o'zbek she'riyatini yanada boyitdilar. Zamonaviy mavzularni o'zlashtirdilar. Nasrda yutuqlar. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani o'zbek nasrining klassik namunasi hisoblandi. U o'z asarlarida milliy uyg'onish va ijtimoiy muammolarni ko'tardi.
Cho'lpon Abdulla Oripov o'zbek nasrida yangi ma'naviy estetik qarashlarni olib kirdi. Bugungi kunda zamonaviy o'zbek nasri janrlari, masalan, fantastika, sarguzashtlar, hikoyalar va psixolog romanlar ham o'z ichiga oladi. Va biz sizlar bilan mana shu yerda to'xtaymiz va keyingi darsda davom ettiramiz. Sog' bo'linglar.